Bu video Onyx va Tracker minadigan akalar uchun. Hozir Onyx avtomobilini eshiklarini yechib olganmiz. Yechilish sababini video davomida tushuntirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Mashinani egalariga topshirganimizdan keyin mijozimizdan shumizolyatsiya haqida fikrlarini so'radim. Xudo xolasa juda yoqdi va alohida rahmat aytdilar. Avtomobilimizga ishlatilgan mahsulotlardan 3 va 2 mm vibrizolyatsiyalarni birinchi qavatga yopishtirganmiz. STP mahsulotlari, mahsulotni o'ziga ham, yopishtirilishiga ham xudo xolasa har tomonlama kafolati bor. Avtomobilimizda tom qismiga birinchi qavat vibrizolyatsiya, ikkinchi qavat termizolyatsiya, uchinchi qavatiga bayka yopishtirganmiz. Xudo xolasa maksimal effektni his qiladilar. Ish jarayonlariga va ish sifatiga bitta alohida e'tibor berib borasizlar. Eshiklarimiz umumiy hisobda 4 qavat bo'lgan. Ko'pchilik eshik 4 qavatda osilib ketadi, boshqa deyishadi, lekin maksimal darajada yengil qilganmiz. Umumiy og'irligi taxminan 3,5 kg bo'ladi. Avtomobilimizni luk qismi yechib olib, uni rezinka qismlarini maxsus avtoximiyalarda yumshatib chiqqanmiz va aylan atrofini germetika qilganmiz. Torpedani ichidagi pechkalar, havo kanallari va shunga o'xshash detallarni to'liqligicha vibrizolyatsiya va maxsus baykalar bilan o'rab chiqqanmiz. Bardacho'klarga ham alohida e'tibor berasizlar. Bu joylar ham mehrimizdan chetda qolmagan. Xuddi shunaqa sifatli shumizolyatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, Elegant Avto Studiyaga murojaat qilarsizlar. Xudo xolasa eng injiq mijozlarni ham ishonchlarini oqlaymiz.